Shaytoni. Agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganinglarda, Allohga tavakkul qilganinglarda, Alloh taolo xuddi qushni tavakkuliga o'xshab deyapti. Qushni tavakkuliga o'xshab tavakkul qilsanglar, Alloh taolo qushni rizqlantirganda sizlarga rizqlantirardi deydi. Qushni. U ertaman chiqib ketadi, qarni och bo'lib, kech payt qarni to'q bo'lib uyasiga qaytib keladi. Bu yerda ikkita narsa foyda qiladi shu hadisda. Birinchisi, tavakkulni shunaqa qilish kerak ekan, sababi nima qilib qolish? Sababini mana shu sababga suyanib qolmaslik kerak ekan. Mening diplomim orqasida men kun ko'ryapman demas kerak ekan. Yaxshi ham o'qib diplom olgan ekanman demas kerak ekan. Yaxshi ham falon joyga kirib qopman, shuni orqasida men bola chaqa boqyapman demas kerak ekan. Sababga suyanib qolmas kerak ekan. Tavakkul shuna qush aytadimi, yaxshi ham diplomim bor ekan deb. Ha? 4 bolani har yiliga 4 bola chiqarib yapti. Siz bo'lsa 60 yilda 4 bola chiqarasiz. Ha. Qush har yili 4 bolani uchirib yuboradi. Bechora. Yana nima qiladi? Yana uni diplomi ham yo'q, bola chaqa boqishga. Mansabi ham yo'q u qushni. Nimaga tavakkul qilyapti? Haqiqiy Allohga tavakkul qilyapti. Haqiqiy sababni ham musabbabni ham yaratgan zotga tavakkul qilyapti. Agar bizlar ham shuna tavakkul qilganimizda Alloh taologa bitta Alloh taolo hamma narsani beradi degan ishonchimiz bo'lganida dunyoda xotirjam, baxt, qalbingiz xotirjam, rohatni ko'rasiz, qalb rohatini. Hozir ko'p odam kasal, yurak, boshqa ana davleniya nima bo'lyapti? Saxira. Nimaga? Allohga tavakkul yo'q-da. Haqiqiy tavakkul, rohat, qalbning rohati yo'q. Vahimada, azonda nima qilsam ekan, azoni bilan men bola vahimada yotamiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ana nimalarga o'xshab mutaakil deydi. Bu tavakkul emas. Ular oyog'ini shalviratib yotadi, ha desa, ha Alloh beradi-da endi o'zi deb yotadiganlar bor. Bu ham noto'g'ri ekan. Qush shunaqa tavakkul qilar ekan, Allohga o'zini bog'lab qo'ygandan keyin Alloh endi nima qilar ekan? Ertaman ketar ekan, qarni och izlab ketar ekan, bolalarimga narsa olib kelaman deb. Kech paytgacha izlab, bolalarga narsa olib qaytar ekan kech payt. Demak, harakat qilish kerak ekan. Harakat, ishlash kerak ekan, qo'l kasb qilish kerak ekan. Davud alayhisalom qo'l kasb bilan bola chaqa boqdi. Davud alayhisalom qo'l kasb bilan bola chaqani boqgan ekan. Inna minaz-zunubi zunuba la yukaffiruha as-salatu wala as-sadaqatu wala al-hajju walakin yukaffiruha al-hammu fi talab al-ma'isha. Shunday gunoh bor degan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday gunoh bor, u gunohni hech narsa kechirmaydigan gunoh. Kafforat bo'lmas ekan, namozingiz ham kechirmaydi, sadaqangiz ham o'chirmaydi, hajingiz ham o'chirmaydigan gunoh bor degan ekan. U gunohni degan ekan, bitta narsa o'chiradi. Rizqni talab qilishlikda ham g'am qilganingiz. O'ylaysiz-ku, bola chaqamni haloldan yedirishim kerak. Rosa qiyin bo'lyapti hozir. Qana qilib halolni, bu ishga bordim, u yerdan haydashdi, u yer sal anaqasida shubha bor ekan. Bu yerga borsam, bu yerda harom bor ekan. Anaga kirsam bunaqa ekan. 5 diplomimni hammasi yaramay chiqdi-ya, deysiz. G'amga tushasiz. Ana shu g'am, tashvish qilgan vaqtingizda halolni qanaqa bola boqaman deb. Ana shundagi o'y sizni shu gunohlaringiz kafforat bo'lar ekan. Gunohlaringiz kechirib yuborar ekan shu tashvish. Rizqni halol rizq yedirishlikka, demak, kasb qilishga buyurilganmiz. Kasbni ichida yana nima? Haloli. Hamma kasbni topib kelib yediraverish emas, halolini yedirishlikka buyurilganmiz. Liyatma'innal mu'min odam deydi, mol rizq topaman deb qiynalib ketsa, bola chaqa boqaman deb qiynalib ketsa, haloldan-da endi. Haromdan boqaman desangiz oson-ku. Haloldan boqaman deb qiynalib ketsangiz nima bo'lar ekan? Xotirjam bo'lsin deydi. Bu unga yaxshilik. Qana yaxshilik bu? Qiynalyapsiz, yetmayapti. Qana yaxshilik bo'ladi desa, Allohning ilmi bilan, Allohning barakati bilan shunday bo'lyapti deydi. Qana qilib Alloh taoloning ilmi bilan, barakati bilan menga yetmayapsa, o'zi qana baraka bo'ladi bu deysiz-da. Qana qilib o'zi boqamayapsam, bola chaqam yetkiza olmayapsam, qana qilib bu Allohning ilmi, barakasi bilan bo'ladi desa, Alloh taolo
bir bandani sevib qolsa shunday qilar ekan. Yaxshi ko'rib qolsa shunday qilar ekan. Shu holatga solar ekan. Innalloha yuhib an yara abdahu ta'aban fi talabi al-halal. Alloh bir bandani halolni izlab, halol rizq izlab, rosa mashaqqatga tushgani holatini ko'rib, xursand bo'lib yaxshi ko'rar ekan shu. Rosa qiynalayotganingizda Alloh taolo sizni yaxshi ko'r, mana bandamni qara. Shunaqa mashaqqatga tushganida ham nima qilmayapti? Halolini ina qilyapti. Ayyub alayhisalomni o'tganmiz u. 18 yil kasallanib, shaharlardan quvilib, ayolini kerak bo'lsa xizmatga ham olmay qo'ygan vaqtida ham ko'tarib kelgan nonni qayerdan olib keldingiz deb so'rardi Ayyub alayhisalom. Hech narsaga yaramaydi Ayyub alayhisalom. Qo'l, oyoq ishlamaydi. Butun a'zo ishdan chiqqan Ayyub alayhisalom yotibdi. U yo'qimli kasal ekan deb hamma haydab chiqarib yorgan. Ayoli ko'chaga chiqsa, birovnikiga borsa, "Ya Ayyubning ayolimisiz? Ya kirgizmanglar" deb haydab yoryapgan ayol hamallab yurib birovlardan bir non olib kelsa, qayerdan bo'lsa ham topib keling endi, hamallang endi deyotgani yo'q. Shunda ham to'xta, qayerdan olib keling bu nonni? Qaysi ishni qilib olib keling deyapti. Ba'zi birovlarning ko'chalarda, ba'zi birovlarning ayollari ketgan. O Koreyada, o uzoqlarda yuribdi. Pul yuvaryapti, xursand erkak. Pul yuvardi, xursand, kelsa bo'ldi pul. Nima ish qilib yuvaryapsan? Qana ish bilan yuvaryapsan? Yo'q. Kasal emassan, ojiz emassan, Ayyub alayhisalomday muhtoj emassan. Ha? Subhanalloh, qarang. Shunda Alloh taolo agar mashaqqatga tushib bizlar bola chaqa boqamiz deb halolini, faqat halolni izlab shuna mashaqqatga tushsak, shunaqa ko'ylarga solinsak, Alloh biling, Alloh taolo sizni sevib, xursand bo'lib turar ekan.